Bugun o'qituvchi bo'lish ham sharaf, ham ulkan mas'uliyatdir. Ilgari biz faqat darslik bilan cheklangan bo'lsak, bugungi islohotlar bizga zamon bilan bo'ylashish imkonini berdi. Prezidentimiz tomonidan ta'limga berilayotgan e'tibor avvalo o'qituvchining qadri tiklanganiga qaratilgani bizga ulkan qanot bo'ldi. Davlatimiz o'qituvchini shunchaki ma'rifat tarqatuvchi emas, balki jamiyatning qahramoniga aylantirdi. Bugun men $1000 oshiq oylik olaman. Vazir ustamasi sohibasiman. Bu raqamlar shunchaki statistika emas, balki o'qituvchining qadri tiklanganligining amaliy isbotidir. Bunday e'tibor, bunday e'tirof meni yanada o'z ustimda ishlashga, shogirdlarimni, kasbimni sevishga undadi. Bugungi kunda mening pedagogik ilg'or tajribam respublika miqyosida 3 marta ommalashtirildi. Ayni damda men kasbiy rivojlanish kuni tadbirlarida mentorlik qilib, hamkasblarim bilan tajribalarimni almashib kelmoqdaman. O'quvchilarimning fan olimpiadalarida g'olibligini ko'rib, ularni shoh supaga chiqqanini ko'rib, o'zbek tilining boyligini, o'zbek tilining obro'sini ko'tarayotganini ko'rib, qalbimda faxrli his uyg'onadi. O'qituvchi sifatida shuni ayta olamanki, bizga berilgan ishonchni oqlash, vatanparvar, bilimli yoshlarni tarbiyalash bu har birimizning oldimizga qo'ygan eng oliy maqsadimizdir. Bugungi ta'limdagi uyg'onish davri har birimizning xonadonimizga, har bir farzandning taqdiriga porloq nur olib kirishiga ishonaman.